Qurbonlik qiladigan odam soch soqol olmasin, tirnoq olmasin degan masala asl shumi? Ya'ni qurbonlik qiladigan odam soch soqol olmasin, Zulhijja oyida tirnoq olmasin degan gap nima gap? Asl bizning mazhabimizda, Hanafiy mazhabimizda mashhur qaul muhaqqiq ulamolardan Mulla al-Qori rahmatullohi alayh Mirqatul Mafatih asarlarida aytadilarki, vaqola Abu Hanifa aytadilarki, huwa mubah. Ya'ni Zulhijja oyi kirgandan keyin qurbonlik qiladigan odam soch soqol tirnog'ini olishligi muboh deydi. Ixtiyoriy bo'lgan amal. Xohlasa olsin, xohlamasa olmasin. La yukrah va la yustahab. Bu makruh emas, mustahab emas deydi. Demak, biz mazhabda qurbonlik qiladigan odam modomiki ehromda emasmi, hajda ehrom kiygan emasmi, tirnoq olishligi, soch soqol olishligi bu mustahab emas, makruh emas. Bu ixtiyoriy bo'lgan amal deydi. O'zbekiston musulmonlik idoramiz, fatvo markazimizda ham mashhur qavli shu.